Yig'ma. Yig'ma. Oq yo'l sizga, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. O'zingiz ehtiyot qiling. Faqat turib ketib qolma, xo'p? Bir necha keling. Hali kelaman. 100 marta kelaman. Ha, 100%. 100%. Ya şu bir yo'g'ida hammasi yaxshi. Shuncha sen uchun kurashgan. Shuni tashab ketmaydi-ku endi. Sabrina? Odamlar yomon gapirishi mumkin. Yo'q, menga hech kim seni yomon gapirmaydi. Ben shuncha gapirsam olding turdim-ku, tuhmatlar kiysam, men to'g'riga olding turdim-ku. Oldingni bilaman, hech kim yomonlab qo'ymaydi. Bechora qo'rq. Shag'dan turib enasini Uchqo'rg'onga ko'rsatadi, shu qiz uchib keladi. Ko'ring, nasib bo'lsa. Allohim. Bundan ham martabangiz oshib, hurmatingiz oshib to'shib, qavat uylar qurish nasib qilsin, rohatini ko'rib. Allohim. Qizingiz, rahmat. Qizingiz tezroq tuzalib, tezroq oilani kelsalar, men sizlarni kutib olaman. Kelishdikmi? Ama ko'rishamiz. Endi baribir qolib ketaman, ko'rishamiz. Duani oxirigacha. Pastayam bizman. Yo'q, kelaman. Ko'rishamiz. Voy, oppa, endi yo'q boshqatdan ayting. Yo'q. Shu joyni boshqatdan ayting. Kutib olaman. Ya, 3-4 marta yana kelib ketaman. Mayda, xudo xolis kutib olaman sizlar. Vrachlar bilan birga. Oppa jonim, o'zimni sizni Allohga topshirdim. Qizingizga iltimos bir nima yedirib qo'ymang, xo'p? Qarab turing. Bir shapat soling, men sizga ruxsat beraman. Meni mehribon Shahnozam sho'rvalar ichirib qo'yapti. O'zi ichishiga juda ham qiynalyapti. Mashqlar rosa og'riqli bo'lsa ham qilish kerak deb aytibdi doktorlar. Buna çalışacaksın, tamam mı? Bu mashqni qilishingiz kerak, xo'p? Bol çalış buna. Kendini yatak içinde çek, uzat, tamam? Gün geçtikçe daha iyi olacaksın, merak etme. Mana oyog'ini ko'rsataman sizlarga, oyog'i teng. Men bu oyoq sal buralib turibdi, chunki o'rganib qo'ygan oldingidagi buralib turishga. Bunga ertadan mashq qila boshlaymiz. O'zi mana uxlab yotibdi, men endi ketaman. Ertaga endi men xudo xohlasa obedga qarab kelaman, Nodira opa.